Assalomu alaykum Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Andijon moshina bozoridan xudo xolasa yangilik qilib bugun inamarkalar ko'rsatmoqchimiz. Bemalol. Do'stlar deng, omad etsinsiz. Charchamasdan. Xo'p, rahmat Allohga shukr. Xo'p, Kia K5 ta qoralari chiqib qolibdi. Bundan oldingi hafta oqlaridan ko'rsatgandik. Xudo xolasa mana bunaqangi qoralaridan. Xullas qo'yingki, o cheridi ko'kidan chiqib qolibdi. Malibu 2 lar, bu yoqda yana bir qancha BYD, xullas qo'yingki, mana shu Andijon moshina bozoridan inamarkalarda G-Tower, P-Tower, Equinoxlar turibdi. Hammasini xohlarsa ko'rsatib o'tamiz. Video avvaldan bitta like, patika bosib kuzatishga davom etinglar, inshaalloh biz xizmatda. Xo'p, birinchi ko'rsatgan mashinamiz qora Kia K5 2021. Bu aşağıdaki paysasdan sotdik-ku. Qanaqa paysas? 5-paysasdan sotdikmi? GT'dan bitta oldingisi. Ha, bitta pasti, ha. GT line'dan bitta past paysas. Luki bor, lekin Porsche salon GT emas. GT emas. Hop, Tashqi kraskalar tozami? qo'yilgan-ki. Kraskasi top-toza. Oldi qismi polni kapot krilo stoykasigacha broni plyonka bo'lgan ekan. 4 ta diska baloni yangi. Tonirovkaga ruxsati bor. Nimasini aytamiz endi? Narxini aytaylik, narxini. Narxini aka 24500 dollarga o'tib ham bera olamiz. 24 ga qo'shsa, Haligilar 22 mingdan, ular yurgani ko'p edi. Ikkiga kraskasi bor edi, yurgani ko'p edi. Oqadi ular aka. Bu qora qimmat yuradi. Navrotlari yo'q, buni oq salon, shu fullaridan aka. Probeyni qancha deysiz buni? 73 ming yurgan. 73 ming yurgan. Bunga ham diska qo'ydim, hali oqimga diska qo'ydim. Aha. Bunga ham diska balon qo'ydik aka. Tonirovkaga ham 9 oy ruxsati bor. Tonirovka ruxsatlari bor. Chiroyli salon aka. Hali Probeglarini ko'rib o'zingizlar baho berasiz. Yuqorida katta panoramli yuklari ham bor. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Mana bu yoqlari. Kraska toza. Broni plyonkalari Bozorda hech kim so'rayapti, omadli bunga. 24 ming dollarga bermadim. 24 ga bermadi. Tepasiga yursa beraman. Ozroq bo'lsa berasiz xolos. Xo'p, agar oqini minaman desalar, bu yoqda oqi bor ekan. Arzonida aka kanalizatsiya. Buni kanalizatsiya qo'yganmiz. Avaziga hozirga o'ta yengil qilib qo'yamiz. Nech pul? 21 ga anaqa qo'yaveramiz. 21 mingga berib beramiz. Berib yuboramiz. Adashmasam 22 mingmi qo'yilgan edi, 21,5 mi qo'yilgan. 21,5 ming qo'yildi. 500 dollar ana arzon. 2022 90 yurgan top toza ikkinchi paysasi. Tonirovkaga ham ruxsatlari bor. Qaysi nomerga telefon qilishadi? Aka 91lik 600 26 22. Ishqibozlari bo'lsa ham nomerlarini aytib o'tdi, bemalol telefon qila olasiz. Bunisi arzonroq. Endi pozitsiyasi buni adashmasam ikkinchi pozitsiya bo'ladi. 90 ming yurgan. Mana bu yoqlar. Mana bu yoqdan ko'rinish. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Boshida kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, layklarni bosasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Ha, top toza aka, top toza kraska. Assalomu alaykum Hoji bobo. Charchamayapsizmi? Yil necha ekan buni? 20. Ko'ra olaylikmi? Hoji bobo? Ko'ra olaylikmi? 23 dedingizmi? 2 mi yo? 23 mi 2 mi? 23 22 ga 23 deyapti. Xo'sh, tog'amiz mashina Cherry Tiggo 7 Pro ko'k rangidan. Mana shu rangi svetdagi trekker ikkini bilsanglar, Avtotexga o tepaga chiqarib qo'ygan. Hop. Probeylari tanishib o'tamiz endi mashinani. Bilasizlar, bu 5 o'rinli bo'ladi. Mashinani orqa oldini ko'raylik chiqani. Agar sizlarga ma'qul kelsa, egalari nomerlarini aytib o'tamiz. Telefon qilib, kelishib, olsalaringiz bo'laveradi. 5 o'rinlik. Hop, zapas balonlari bu yoqda. Xo'sh, tog'a probeg qancha? Probeg 14. 14 ming yurgan mashina. Hech qancha yurmagan ekanda. Kraskalar tozami? Kraska
Kraska toza. Kraska toza. Narxini kelishtirib necha pul so'rayapsiz, og'a? O'ziga o'xshagan minermallarga. 17,5. Nechi? 17. 17,5. Yana chepcha o'tib berasiz. Akam bor. Ha, kami bor. Nomeringizni bering. Bilasizmi yodda? Nomerini bilmayman-da. Bolalaringiz raqami nechi? Yoddan kimni nomerini bilasiz? Telefon qiling-da, men aytib beraman. Men nima qilib 93lik yozing. Hozir 394lik, Aha, 386, aha. 56, 51. Kimni nomeri bu? Merik. O'zniki? Bo'ldi. Tog'a savdingizni bersan, nomerlarini, narxlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar, layklarni bosa olasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Do'stlar deydi-yu, hashinsinga do'stlar, sizlarga 18200 dollarga 7 o'rinlik Orlando yangilangan versiyasini 2023-yilgisini ko'rsatsam nima deysizlar? Orlando 2023 ekan, egalarining aytishi bo'yicha xudo xolasa kamchilik yo'q. Olib haydashga tayyor deb aytib o'tishyapti. Bitta yengil ko'rib tanishib chiqamiz. Qarang, nima qanaqa holatda. Mana shu mashinani 18200 qo'yishyapti e'longa. Endi telefon qilib ko'rasizlar. Xo'p, assalomu alaykum. Qancha yurgan ekan mashina? 39 ming yurgan. Probeg ham to'g'risi juda ham kam. To'g'risi bu probeg. Xo'p, Orlando Tracker 2 ni o'rniga nima deb o'ylaysizlar? 7 o'rinli mashina. Fikrlarni yozib qoldiringlar. Motori 1.5 bo'ladi buni. Trekkerlarga daqa ekanda unda, shunaqami? Yo, adashyapman. Fikrlarni kamaytirib yozib qoldiringlar. 7 o'rinli bo'ladi. Orqadan ham yengil ko'ramiz. Mana joylar. Kraska qayerda edi? Orqa kapoti bilan benzin bakini tagida, shu ikkita joyda kraskasi bor ekan, qolgan joylar toza ekan. Shuni hisobiga ham arzonroq beraveramiz deyapti. 18200 ga. Nima deysizlar do'stlar? Arzonmi, qimmat? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Xo'p, ma'qul kelib qolsa egalarining nomerlari 90lik 210 77 00. Kimning nomeri bu? Aloqaga chiqa olasizlar. Agar BYD minaman desanglar, bu yoqda Champion bor, Equinox bor, Kia Sportage bor ekan. Sportage yili necha ekan, Baxtor aka? 24. 24-yilgi Sportage. Qaysi pozitsiyasi bu? Bu birinchi pozitsiya. Tozami? toza. Hop. Koja salon 64723 km yurgan. Hop. Abror aka sizdamidimi? Ko'ravinglar. Charchamasdan. Kraskasi qanaqa buni? Toza. Top toza. Bu birinchi pozitsiyami yo ikkimi? 2 bo'lishi kerak. Koja ekan, bir lata bo'ladi. Necha pul so'rayapsiz narxini? 26 dan tushib beramiz. 26 ming kelishiladigan joyi bor. Tushib beramiz 64 ming yurgan 24 propani bu. Ha, propan gaz qo'yib qo'ygan. 65 talikdanmi? 61 talikdan? 65 ta ekan. Ha, so'ramasa necha pul berilyapti savdosi? Unisi buni so'rab turib, savdo qilib turibdi. Molasi biz 25 ga beramiz desa 25 ta pasini so'rashyapti. Ha, 25 ni o'tib bering deyapti. Telefon nomeri bering, bog'lanish uchun. 97 lik. 97lik. 583 Nechi? 583 Aha. 70 20. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Koja salon, tayyor propan gazlari bilan narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Ishqibozlar xaridorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Champion aka bu yo so'ng pulismi? Bunisi aka sotilib ketdi. Baraka bo'ldi. So'ramasa necha pul baraka bo'ldi? 28200 ga. Smart 600 qancha? 65 talik. 25-chi yil. Plyonkalar qilingan, tonirovkalar bor. Qancha sotdingiz? 28. Bunisi qanaqa sotilmagan? 24,5. 24,5 ming. Honor model. 23-60 ming yurgan toza. Telefon raqami bering. 90 Aha. 210 Aha. 70 07. Qancha yuradi? 500 yuradimi bu? 550. 605 bu ham? Bu ham bunisi Honor model, bunisi Smart model. Smart model. Smartda kamera qo'shimcha ko'proq bo'ladi. Aha. Honorda bir xil bo'ladi endi o'zi. Aha. Standart. Standart. Bo'ldi. Necha pulga berib beraman dedingiz buni? 24,5 ga. 24,5 ming dollarga. Teraskasi toza. O'zlarida hujjatlari, tonirovkalari bor. Salonlarini ko'rib, baho berasizlar.
Orqadan ko'rinishi. Narxlari, nomerlarni aytib o'tdik. Mashina kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, layklarni bosib orasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Biz navbatdagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa, yangiliklarni bozorda boricha sizlarga tanishtirib o'tamiz. Qanaqa yangiliklar, nimalar bor. Yangiliklardan u yerda yangi mashina bor ekan. Adashmasam Dongfengni qanaqadir qaysidir modeli bilmadim. Vaqti bor ekan, Dongfengni qaysi modeli mana bu? Buni bo'ldi. Dongfengni. Hozir. Nima qani? Qaridan qani? Biz kelguncha egalar kelguncha ko'rib, juda ham keng ekan, li 9lar singa keng uzun mashina ekan. Uni salonni ko'ringlar. Qanaqadir boshqacha rang. Hozir men sizlarga bu rangni ta'riflab bera olmayman, lekin juda ham boshqachalik. Lip motorslarga ham o'xshashib ketar ekan, lilaga ham o'xshashib ketar ekan. Ha? Ultra. Dongfeng na bu? Dongfeng Ultra. Kapitanskiy o'rindiq. Mana yo'la. Orqadan ko'rinishi. 6 o'rin bo'ladi, bilasizlar, 7 o'rin deyshadi ko'pchilik. Xo'p. Aka 23 mi 24 mi bu? Soat yili 25 ekan do'stlar bu. 25-yilgi Dongfeng Ultra degan ekan. Puli nech pul aka buni? puli 31200. 31200. Barakasiga kelishadigan joyi bor. Bor. Xo'p, telefon nomer bering, bog'lanish uchun. 91lik 91lik 489 489 0205. 0205. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Lip Motorslardan qanaqa farqi bor aka? Xaladenliklari bo'ladi. Xaladenli bo'ladi. O'zi yuradigan bo'ladi. Aha. Ko'rsatib qo'yamiz. Salonni ko'rdik bir qator, lekin o'sha dizayni Lip Motorga o'xshab ketar ekan. Ko'p Kattaroq bo'ladi bu. razmeri kattaroq. Katta bo'ladi. Kalit yo'q ekan, mana shu bola xaladenligi bu yoqda yuradi. Orqadagi xaladenli, mana shu orqaga yuradi. Xullas, oldagi xaladenli, mana orqaga ham yo'li bor ekan, relsi yuradi. Bu yo'lari ko'p joyi nima bir xil ekan, lekin svetlari boshqacha ekan. E'tibor bersa, orqaga ham elektron boshqaruvda. Bunda ham o'sha Lip Motor singari bu yoqda monitori bor ekan, katta monitor orqada ham. Nimasi ikkita, lekin oldida bitta kichikroq, orqada kattaroq panorama. Orqani ko'rsatadi. Buni ayni monitor. monitor bo'ladi o'novi. Orqa nimasi, zerklasi, keyin orqadagi luki ham kattaroq bo'lar ekan bunda. Lip Motorlarda orqasi kichikroq bo'ladi, luki buniki katta panorama bo'lar ekan orqasi. Xo'p, bu qanaqa motor aka? Gibrid. Gibrid. Elektrga ham, benzinga ham. Mana shu 1100 yuradigandan bu ham. 1200. 1200. Sir bo'lmasa bozor pul berdim aka, bermayotgan. Qanaqa bo'lyapti? 30500 ga ishyapti. 30500 da turibdi hozircha, berilmaydi. Hozirroq bilan bitadi xohlasa, naq bo'lsa puli. Xo'p, nomerlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, lekin haqiqatan juda ham gabariti katta ekan mashina. Hozir videoda qanchalik bilinyapti bilmadim. Bunaqasiga qarasangiz, shirokki mashina o'ta. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Savdolarni bersin aka. Xo'p, biz bu yoqda yana bitta yangilik modeli bor ekan. Aka sizlardanmidi bu? Xo'p. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Lidi nechisi bu aka? Li 7 Ultra. Xo'p, asha o'zi yuradigan lidarlari boridan. Ha, o'ziniki. Buni probeglari yillarini aytamizmi? 15 ming yurgan 25 aka. 25-15 ming yurgan. Ha. Kraskalari top toza. Tonirovka ruxsatlari bor. Tonirovka ruxsati bor. O'zi Michelin. Narxini necha pul so'rayapsiz aka buni? Narxini aka 56,5 dan tushib beramiz hozir. 56,5 dan barakasiga o'tib beriladi. Hali ham qimmat ekanda bu yangi kelgan paytda men nima qildim 60 ming, 70 ming shunaqa edi bular. 66 ming. Hozir ham hali urvinini yo'qotmadi bular. Bundan arzonlari ketgan bo'lsa ham. Lip Motorlar shunga o'xshagan, lekin bundan ancha arzonroq. Arzon aka. Lekin funksiyasi ularni Bunaqa emas, buniki akni bermaydi baribir. Xo'p, telefon nomeri bering, bog'lanish uchun. 93lik aka. 93lik 631 631 55 55 qiziqqanlar bo'lsa agar aloqaga chiqarasizlar. Michelin balonlarida tonirovkalari. Mashina yopiq-a hozir? Mashina beking, salonni ko'rsata olmaymiz ekan. Xullas. Bo'ldi. Mana orqalari.
narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Layklarni bosa olasizlar, inshaalloh biz xizmatda. Bu Equinox yangi modeli. Yangisi aka. Qoyil, bozorga chiqdi o'zi. Motori qanaqa ekan buni? To'g'risi aka ma'lumot. To'liq ma'lumot yo'q o'zida. Endi chiqdi hali. Lekin anavi mayllari boshqachami, ha? Boshqacha bir nima degan, hali biz internetda videolarini ko'rdik-ku, lekin ko'zingiz bilan ko'rsangiz boshqacha. Bu yo'qlar o'ta baland qilishib yuborgan ekan, hali nidorojnilarga o'xshatib ishlab chiqaribdi. Buni baloni 19 bo'lar ekanda, radnoy baloni. 235 55 19 razmerda. 20 ta olsangiz ham bo'laveradigan ekan. Xo'p, yili 25 mi aka buni? 24 25. Hamma yo'q radnoymi buni? Radnoymi ham? 20 ming yurgan. Hamma yo'q radnoymi? Radnoy. Bron plyonkalari bor kapotlarda. Necha pul so'rayapsizlar bunga? Buni aka 36 mingdan ozroq tushib beramiz. 36 ming o'tib beriladigan. Xitoyda bo'lganmi bu? Xitoy aka. Xitoyda bo'lgan. Yo, bizda ofitsialniy sotilmayaptimi mashina? To'g'rimi? Yo, ofitsialniy sotilyaptimi? Unisini bilmayman aka. Xitoydan mana lisi shunga o'xshab kiryapti chetdan bu. Atak biz avtosalonlarda nima deydi? Bizda hali ham eski versiyasini sotyapti. Eski versiya ham pastda. Shu dogovor yo'q unda. Yo'q. Xo'p, necha pul deysiz bundan narxini? 36 ming. 36 ming. Eski bilan puli bir xil bo'ladi aka. Undan afzalligi nima endi asosiy aka? Afzalliklari aka bu tezroq ekan. Kamera tezroq. Rasxod ham kamroq. Gibrid, barbicha kamera Gibrid. sport. Nechta benzin ichyapti endi bu aka? 7 ta, 7 osharoq desa ham bo'ladi. 7 ta osharoq. Telefon nomeri bering bunga ham. Mana aka 93lik 631 55 kerak. Nima fikrdasiz aka? O'ziga yoqdi, mana shu eskisi chiroylimi? Nima deysiz? Endi aka hamma xohishiga bog'liq-da. Kim buni, kim buni. Yo'q, u aniq u gapingiz. Yo'q, просто men o'zi fikringizni bilmoqchiman. Sizga avariy holatlarda vibratsiyalar berib, haligi anaqayni tikla deb o'zi anaqa gapirib turar ekan. Funksiyasi ko'proq ekan demoqchisiz. Avariy holatlarda vibratsiya berar ekan. Ochiqmi bu? Ochiq bo'lishi kerak. Xo'p, salonlarni yangilab ko'ramiz qani. Fikringizni yozib qoldirasizlar, sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Bu yoqlar yumshoq bo'lar ekan, yumshoq, mягкий bo'lar ekan, apshkolari. Bu yoq endi plastik bo'ladi. Elektron boshqaruvidagi koja chexollari bu yoqqa bilasizlar, qizdirish, sovutish endi funksiyalari endi yangilik emas. Tablo o'sha monitorga tutashgan bo'lar ekan. Bu yoqlari panoramli lyuklari oq salon ekan. Qora, o'zi mashina o'zi qora, lekin oq salon. Orqasidan ko'rib qo'yaylik buni. Stoplar. Mana bu yo'lar. Demak, narxlari, nomerlarini aytib o'tdim. Mashina kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollarga egalaridan javob ola olasizlar. Hozir Zikr ham sizlardanmi? Zikr 001. Uyqu vaqtida telefon qilishmasa bo'ladi aka. Necha pul so'rayapsiz bunga? Xo'p, buni aka 41 mingdan o'tib beramiz deyapmiz. 23 37 ming yurgan Z Sport Enful. Kraskasi toza. Z Sport Enful 3 sekund. Qaysi nomerga telefon qilishadi bunga? 93likka qiladi 93lik. 631 55 kerak to'g'ri. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Zikr 001 Enful o'sha sport pozitsiyasi orqasidan olddan bitta aylantirib ko'rsatamiz. Narxlari, nomerlari sizlarga ma'qul kelsa, telefon qilib bog'lana olasizlar. Qolganlar bu yoqda kameraga, bu yoqda kameraga e'tibor berasiz. Bu yoqda ham kamera. Mana shu yerda o'zi 3 ta kamera. Oldilarini endi aytmasa ham bo'laveradi. Mana oldidan ko'rinishi boshqani. Hamma yo'g'i bor aka. Eng fuli. Eng fuli. Balonga qaranglar. Nechchilik? 22lik diska. Bu o'zi ochiladi. Dolarga e'tibor berasizlar. Nima deydi buni? Alicantara deydimi? Qo'yib. Akustikalar ham aka Yamaha yaponskiy galonkalar. Mana bu yo'lar. Sifat boru, Xitoy mashinasi bu ham, lekin boshqa Xitoy mashinalariga qaraganda buni sifati bir umuman bir boshqachaligi.
hali Yevropani dizaynini, Yevropani sifatini beradigan holatda. O'zi ko'pchilik ham biladi. Endi narx ham endi unaqa arzon emas. Bunaqa mashinani bilasizlar. Buni orqasini ham ko'ringlarchi. Uni qaranglar. Oyle. Haligi gap boru. Qimmat, behikmat bo'lmas degandek, narxi yarasha endi hali nech pul aytdingiz narxini? 41 ming. Endi o'sha 41 minglik narsa mana shu funksiya, mana shu mashinada mujassamlangan. Arzonroq desangiz bu yerda 20, 30 necha ming deyiz narigini? 36 ming. Mana u 50 necha mingdan? 56,5 ming. Bu yoqda mana bu Donfen masalan, hammasi o'ziga yarasha-da, 31 ming so'rashyapti. Hammasi o'ziga yarasha. Ko'rsatgan mashinalarimiz qaysi biri sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, egalarining nomerlari aytib o'tildi. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar, videolarga layklarni bosa olasizlar. Inshaalloh biz xizmatda. Keyin safar shunaqangi bozorlarda qiziqarli mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, yangi videolarni, yangi mashinalarni birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muyassar bo'lasizlar. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling.